Aldırashmısılar. Javobini hozirda beray. Dedi bir qarorga kelgan Yunusxon. Men Shohruxxon oliylarining ilkidagi odamman. Ijozatsiz hech yerga bora olmasman. Uning ustiga Mo'g'uliston taxtgohini bir necha amirlar bilan ko'tarilib chiqib, so'yib elish mumkin emas. Chunki al ra'iyatning nazarida bizga ini qarindosh bo'lmish Eson Bug'oxon haqiqiy taxt posibonidir. Hozircha avom ra'iyatning sarkarda lashkarlarning qo'llashiga erishish ishonchimiz ham yo'qdir. Navoda ishimiz aplashmay qolsa, yog'iy bo'lib el yurtga ofat bo'lur. Ol amirlarning bizni yod etganiga ming martaba tasanno. Lekin oldirafsonlikdan saqlanib, sabr qilmoqlik kerak. Chunki sabrning tegi oltindir. Oldirafsonlik bilan, birdamlik hayajon bilan hech ish vujudga chiqmas. Vujudga chiqsa-mu, mustahkam bo'lmas. Berib, ol sadoqatman amirlarga so'zimni yetkazsinlar. Puxta hozirlik ko'rgach, fursat, muvofiq payt kutgay. Uninggacha men bu maqsadlar ustida amal izlayman. Qattiq umidsizlangan elchilar Yunusxonni zo'rlashga amalsiz qoldi. Xonzoda oliylarining g'ayratga kelishini yana bir qitim tavsiya qilaman. Dedi ko'z chiroy kishi umidini uzgisi kelmay. Ostona hokimi Mir Karimbardibek janoblarining ilkida ostona muhofizligi muakkal qilingan bir tuman xos lashkar bordir. Arikbegi Abduxoliq Mirzo farmon bersa, o'rda yasovullari o't qidisi o'tqa, so'g'i desa so'g'i kirishdan yanmaydi. Jazo divonining amri Haqbardi Mirza bilan Qozi Kalon Sulaymon Xo'ja hazratlarining mu al ra'iyat orasida katta obro'yi bordir. Ol amirlar ko'maklashgan yerda oliylarining andishi qilishi behojatdir. Muddoimni tushunmabdilar. Dedi Yunusxon tamkinlik bilan. Toji taxtni qaytarib olish mening umrlik orzuyimdir. Lekin uni, o'rdini, taxtni qonga bo'ymay olsam deyman. Toji taxt uchun Mo'g'uliston sarkarda lashkarlari o'zaro qirg'in qilishsa, el yurt malomon bo'ladi. Avom baloyi ofatga yuzlanadi. Rost. Yog'iysiz, qon to'kmay toji taxtni elish oson vujudga chiqadigan ish emas. Ya'ni kelib, bu bir parcha xat bilan ol amirlarning sadoqatiga ishonch qila olmayman. Shundaqla Mo'g'ulistonda beribli putirab tura olishimdanmi gumonlanaman. Maqsadim bu ishga bak oldirab ketmayli. Oldiraqsonlik bilan ish bitmas. Ol amirlarning meni chin yuragidan taxtga ega qilg'usi bo'lsa, puxta hozirlik ko'rgay. O'rik yeyishga oldirab, g'o'ri yesa, eg'izni battam qilur. Tishni qamutur, ichini surar. Shunga g'o'rining pishib, holva bo'lishini kutmak kerak. Ol chaqda tetigan o'rik shirin bo'lur. Tanga zarar qilmas, balki quvvat qilur. Muddaoyim ayon bo'ldimikin? Ayon bo'ldi oliylari. Dedi ko'zi amir Yunusxonni qoyil qila olmaydiganligiga ko'zi yetib. Amsa yansullar. Ol amirlarga yetkizsinlar. Ishlarni puxta o'rinlashtirg'ay. Zinhor oldiraqsonlik qilmag'ay. Vaqti kelganda oliylarni nadin izlasak bo'lar. Men hozir Boyovonda shamol uchirib yurgan qamg'oqman. Borar, turar dargoyimning qaroyi yo'qdir. Ol Mir Karimbardibek qatorliq janoblarga karvonlar orqali xabar ibergayman. Mumkin bo'lsa, nomi tutib bergan bo'lsalar. Dedi ko'z chiroy kishi. Yunusxon hozircha turponga bora olmasligidagi sababni aniq izohlab,
әмірлерінің яқшы көңліге рәхмәт тәшәккүр бүлдіріп, олардың алдырақсалық қылмай, пұқты тәйярлық көрішіні. Навада Шахрух хандың рәсми ижазат алалыса, айрым хәбәр береді қаллықыны. Оның ғыча пат-пат хәбәрлішіп тұрышыны ейтіп, Міркәрім бәрді бәкке бір парча хәт yazdı. Andın keyin anısı Dövlət Sultan Məlikige mu oylığanlarını bayan qılıb, boğusının leşkeri yardımıge erişiş ihtimallıqının bari yoqluqını sorab, xat yazdı. Ular xatni elib Yunus xan bilan xo'shlaşdı. Olim Adiz jiddiy ish bo'lib qilib, meni izlab Heratga kelasizlar. Mushu uyning egisidan terikimni elish qayla. Dedi Yunus xan xo'shlashib etib. Nerede turayotganligimni shularga aytib qo'yaman. Elchilarni uzitib qo'ygan Yunus xan uyda yolg'iz o'ltirib, cho'nqur xiyolga asir bo'ldi. Bu qaytim Turpanga bormay xato qilgandimanmi? Mushuning bilan yaxshi fursat qo'ldan ketib qoldirmi? Ma'qul. Ol amirlarga tayinib, saltanatni qo'limga oldimmi dey. Ol chaqda hukmim ol amirlarga o'tarmi? Ular ko'rsatgan to'hbalari, bahodirliklari, shafqatlari uchun mendan badal talab qilmasmi? Saltanat ishlarida ularning chiroyiga qarab qolmasmanmi? Tex Said Ali Olibning muddasi noaniq. Navoda u norozi bo'lib qolsa, lashkar tortadigan gap. El-yurt nizo yig'iliq patqiqiga petib qolmasmi? Jannat makon otamning taxtini cho'qim olaman. Haqiqiy hukmdorga xos saltanat suraman. Kimlarning qo'liga, kimlarning ko'ziga qaramaydigan haqiqiy hukmdor bo'laman. Buning uchun mening navkarlarim bo'lishi kerak. Ha. Ol amirlardan albatta foydalanaman. Lekin shart shuki, ular menga shafoatchi emas, sadoqatman navkar bo'lishi. Otgan o'qim, shiltigan qilichim bo'lishi kerak. Allah egan o'zi madad qilg'ay. Shahruh xon oliylardan vaqtida ijozat ilib, Heratdan kelsam bo'ladi. Xonzoda Abdullatif xonga ko'ngildosh bo'lishdan Xudoyim panohida saqlasin. Jannat makon ustozim Mavlona Sharafiddin Ali Yazdi hazratlarining fazilat nuri yo'qmagan ol bad axloqqa bir umr mulozimlik qilsam-mu, qo'ypaylni hargiz o'zgartirmayman. Bulut osmondan obi hayot to'ksimi, tol so'gatdan hargiz meva tushmaydi. Bo'ri qo'mishdan ham shekar olg'ili bo'lmaydi. Nodonga vaqt zoyi qilmaslik kerak. Shahruh xon oliylardan Turpanga boraman deb ijozat ilishim mumkin emas. Ilm izda sababini ko'rsatsam-chu. Bu mumkin. Shunda qilay. Ijozat ilib Shiraz, Bag'dod, Damashq qatorliq shaharlardagi ilm dargohlariga boray. Ilm shohqimi, gadoyg'imi lozim. Adli adolat bilan yurt so'rash uchun ilmdan ko'proq xabardor bo'lganga yetmaydi. Bu yil Turpanda qish boldur kelganda qiladi. Texi kuz oxirlashmay turibla o't cho'plar sarg'ayib, dal daraxtlar g'azon tashlab, o'rda ichi xuddi yalang'ochlanib qolgandek tuyg'u beradi. 2 kundan beri boshlangan judunda havo boshqacha sovib ketgan bo'lib, kuzlik kiyim bilanmi odamning qo'li qo'riladi. Texi rasmiy qish boshlanmag'achqa Shahnishin ichidagi otash tallarga o't yiqilmagan edi. Atigandan beri Sultan Isan Bug'axonning qabul qilishini kutib o'tirishgan amirlarning put qo'llari so'g'uqda to'nglab, uyishib ketgan bo'lib, ular
pat-pat taxtning orqasidagi yon eshikka taqazzoliq bilan talmirishadi. Sirtdagi kichikkina shabimu ularning diqqat nazaridan qochmaydi. Xon oliylari keldimikin deb qaddini rufsashadi. Ammo xondan texchili shabi yo'q edi. Bo'yi so'q, baldir tushib ketamdi, nima? Shoh nishindagi jimjitlikni buzib so'radi jazo divonining amri haq berdi mirzo. Balkim. Ostona hokimi Mirkarim Bardibekka nima uchundir gap qilish xush yoqmagandek qilibdi. Uning qapoqlari sangilab ketgan bo'lib, so'lg'in chiroyida g'am bulutlari alanga etdi. Anglashdimi? Ulug'bek Mir Muhammad Shoh hazratlari o'g'i chiqib ketmabdi. Qaysi bir amirning yetkizgan bu xabar bilan tang shoh nishinda pichir boshlandi. Shundaqmi? Qaysi kuni Temur Buqa bek hazratlari ashundaq deb qo'ygan gap. Nadimi o'g'i chiqsa, jaddi jamiyatiga to'liq ilib ketadigan ish bo'lsin. Elimo 2 oy bo'lay deb qoldi. O'g'i chiqqan bo'lsa qaytib kelar edi. Ostonini tashlab ketib qopdimish. Xon oliylardan yomonlab qopdimish. Qibligayimizdan yomonlab qolg'ili xeli bo'lgan. Aqso'ga ketibdimish. Yo'q, Aqso'ning neresiga ketibdimish. O'rdadan ijozatsiz ayrilish eg'ir gunoh-ku. U degan odiylarning baboyi buzrukki. Ya'ni kelib, Ulug'bekga gunohga buyurilmaydi. Xon oliylari Ulug'bekni qaytirib kelish uchun chaparman mang'izibdi. Yo'q, yorliq tushiribdi, yorliq. Natayin juma. Ulug'bek hazratlari rasmiy yomonlab ketgan bo'lsa, hargiz qaytib kelmaydi. Ulug'bek xon oliylardan emas, boshqa bir kimdan yomonlab qolgan gap. Kimdan yomonlab qolganda? Ko'ngillarga ayon. Hey, xapshik. Eg'izimga keldi deb so'zlamisunlar. Ishqilib, buning sababini hamma xaloyiq biladi. Xon oliylari anglasa, fitna tarqatdi deb g'azab qiladi. Ostona hokimi Mirkarim Bardibek bu paranglarga aralashmay ko'zini yumib o'ltiradi. Turqidan bu paranglarni anglamagandek qiladi. Dastlabda ehtiyot qilish pichirlashgan amirlar bara ehtiyotni unutib, unlik ovozda so'zlashyotdi. Xon oliylari keldi! Hudaychi begning jarangliq ovozi bilan tang shohnishin xuddi qaynayotgan qozonga suv quygandek jimib ketdi. Amirlar go'rrida o'rinlaridan turishdi. Taxtning kaynidagi yon eshikdan avval Sultan Isan Bug'axonning semiz gavdasi ko'rindi. Oq seriq chiroyi nemigadir ranjib qolgandek tutilib ketgan edi. Uning kaynidan so'ngdishib degidek kirib kelgan Temur Buqa bey xondan o'ta gidib olgan edi. Temur Buqa beyning yon eshikdan kirayotganligini ko'rgan amirlarning ko'zlari hayronlikdan chekchaydi. Odatda bu eshik maxsus xon oliylari uchun ochilgan bo'lib, boshqa amirlarning kirib chiqishi qattiq cheklangan edi. Surur tepilsa xonishning navoda xon oliylari iltifot qilib qolsa, faqat Ulug'bekningla bu eshikdan kirib chiqish imtiyozi bor edi. Shu daqiqada Mirkarim Bardibek, Haq Bardi Mirza, Sulaymon xo'ja va Abduxoliq mirzalar maslahatlashib olgandek bir-biriga yalt etib qarashib oldi. Amirlar olmon-talmon qo'l bog'lashganicha Sultan Isan Bug'axonga salom berdi.
Assalomu alaykum. Adolat panohimizning oltin bo'ylari esan bo'lg'ay. Amirlarning ovozi shahnishini ichida kuchlik aks sado qaytardi. Jiddiylashgan amirlar to'nglig'ini unutib qolishgan edi. Sultan Eson Bug'axon oldirmay berib taxtga joylashib olgandan keyin amirlarga takshi bir qarab o'tib eg'iz ochdi. Va alaykum assalom. Joy olsunlar. Adolat panohimiz marhamatlidir. Amirlar o'z o'rinlariga qaytadan joylashdi. 9 paylik shohsupining ustida qodiyib turgan Temur Buqubay, Ostona hokimi Mirkarimbardi Bagning yuqori tarafidagi davomliq o'tiradigan bo'sh o'rniga so'g'uqli nazar tashlab qo'yib, taxtning to'van tarafidagi 2 oydan beri bo'sh turgan ulus begilik kursiga berib o'ltirdi. Uning bu qiliqidan amirlarning ko'zlari yana bir qitim hayronlikdan chekchaydi. Norozilik, yoqtirmaslik tuyg'ulari chiroylariga tepib chiqdi. Shu daqiqada Ostona hokimi Mirkarimbardi Bagning ko'z oldidan oshu kursida norozilik bilan o'ltirgan ulus begi Mir Muhammad Shohning o'ruq gavdasi, kesalman chiroyi lep qilib o'tdi-da, allaqandoq bir tuyg'udan yuragi echib ketdi. Xon oliylariga ma'lum bo'lg'ay. degan edi 2 oy ilgari oshu kursida o'ltirgan ulus begi Mir Muhammad Shoh oltin taxtda gidiyib o'ltirgan navrisiga egilib qo'l bog'lag'anicha. Janobi Temur Beg hazratlari oliylariga qaynota bo'lish sharfiga musharraf bo'lgandan beri orda ichi va sirtida g'ulg'ula ovib qoldi. Ular Temur Beg hazratlarining xonning qaynotasilik martabasini pash qilib, saltanat ishlarini bejirishda topdan chiqdi. Har qanday ishni rishvat olmay bejirmaydi. Iste'dodsiz kishilarni o'z beshimchilik bilan cho'ng kichik mansablarga tayin etyotidi. Ashu mansab martabalarning narx bahosi bor. Oqchi bo'lsalar, mansabdor bo'lg'ili bo'ladi deyishmoqda. Undan boshqa har qaysi viloyat oymoqlardagi amir baglar oliylarining to'yini qutlash uchun tavallikdagi raiyatdan odam beshiga 2 tangadan to'y sovg'ati topshirish seli hisobtudak. Amaliyotda ol amir baglar raiyatni yig'ib avatgan peshkashlar orda xazinasiga kirim qilinmay, Temur Beg hazratlarining shaxsiy xazinasiga kirim qilinibdi. Bu ahvol oliylarining adl adolatlik shavkitiga dog' tushirgisidir. Meningcha Temur Beg hazratlari xon qaynotasilik martabasiga shukr qanoat qilib, 2 devonning amirlik martabasidan qo'l yuymoqi joizdir. Bu xon oliylari uchunmi, Temur Beg hazratlari uchunmi foydali? Dod adolat panohim, dedi Temur Buqubay Mir Muhammad Shohning so'zini bo'lib, shohsupining poyisiga o'zini tashlab. Ulus begi hazratlarining ma'lumoti butunlay tuhmatdir. Bular muxoliflarimning tarqatgan fitnalaridir. Tahqiqlab ko'rgaylar. Sultan Eson Bug'axon bo'g'isiga yoqtirmagan nazarda qarab qo'yib, das o'rnidan turganicha Temur Bagni yo'ladi. O'rinlaridan tursilar janobi amir. Qilchilik beoram bo'lmaslar. Adolat panohimning himmatiga ashqalloh, dedi Temur Buqubay uvol bo'lgan qiyofatda ko'ziga liqqadi yosh elib. Qudratli qiblagohimizning shonu shavkitini jalolandirish bizlar kim sadoqatman amirlarining 2 olamlik burchidir. Kaminalari har qachon o'zimga sadoqat bilan go'pona hamroh qilib keldim. Magarki saltanatimizga foydali bo'ladiganli bo'lsa, ol 2 devonning amirlik martabasidan voz kechishga tayyorman.
taxtga berib o'ltirgan Sultan Eson Bug'axon amirlarga qarab adovat bilan chekchaydi. Xonning Temur Buqubaki ko'rsatgan bu qadar mislsiz iltifotidan hayron bo'lib, bosh oxiri yo'q xiyollarga asir bo'lgan amirlar xonning chiroyidagi mudhishdan darhol esini yig'ib, beshini tuvan selishdi. 12 yeshidila taxtda o'ltirishga majbur bo'lgan Sultan Eson Bug'axon dastlab Said Ali Olibning, keyin bovisi Mir Muhammad Shoh bilan Supurgi Mirzaning, mo'misi Sultan Xotunning to'xtamay qoida yo'sin o'gitishiga duch keldi. Ularning o'zini xuddi 2-3 yoshlik boladek ko'rib xabar elib, ixtiyoriy harakat qilg'ili, tang tushlari bilan o'ynig'ili qo'ymay, kun-kunlab taxtda o'ltirishga, saltanat o'rda yo'sinlarini o'rganishga, dasta ma'lumotlarni ko'rishga majburlashlaridan qattiq bezor bo'lgan edi. Yeshining cho'ng'ishiga agishib, turli cheklamalardan, bovisi bilan Supurgi Mirzaning har bir qadamini nazorat qilishlaridan qutulishga tirishdi. Shu kunlarda u o'zini xon emas, mahbusdek sezadigan bo'lib qolgan edi. Ana o'shundoq paytda Temur Buqubay Sultan Eson Bug'axonning kutgan yerlaridan chiqib, uning o'sha cheklamalardan qutulishiga yordam berdi. Saltanat ishlarida buvisi bilan Supurgi Mirzaning og'ziga ancha qarab ketmasimi bo'ladiganligini bildirdi. Boshqa amirlarga o'xshash uningga ziyoda ehtiyot bilan muomala qilmay, qadamda bir saltanat yo'sinlarini ta'kidlab olmay, turli o'yin tomosha, bazmi barovat so'rinlariga boshlab bordi. Sultan Eson Bug'axonning ko'ngli nemani xohlasa shuni tayyor qildi. Rayiga boqdi. Ha desila 2 peshqadamning og'ziga qarab ketmay, saltanat ishlarini o'z oldiga mustaqil bejirishga kuch ko'rdi va qandoq qilish haqida chora tadbir ko'rsatdi. Dastlabda sharob ichishni o'rgatgan bo'lsa, keyin quchqiga qizlarni selib berdi. Eson Bug'axon sharob bilan ayolga kichikli o'rganib qolgan edi. Ana o'sha sababdan u Temur Buqubagni o'ziga eng yaqin tutatdi. Hech kimni uningga tang qilmaydi. Nega boshlasa shu yerga boradi. Nimani desa shuni qiladi. Temur Buqubagning yomon gapini qilgan odamni o'ch ko'radi. Ha. Sultan Eson Bug'axon buvisi Mir Muhammad Shohning gapiga parvo qilibmi qo'ymadi. Asossiz fitnalarni o'rdaga ko'tirib kirmisinlar, dedi buvisiga tanbih berishdan hiyiqqan Eson Bug'axon amirlarga ta'addi qilib. Bizning taxtigoyimizda hasadxo'rlarga o'rin yo'qdir. Bundan keyin bundaq fitna fasodlarni ko'tirib yurgichilar tuhmatxo'rlar qatorida yasoqqa tortiladi. Ulus begi Mir Muhammad Shoh navrisiga loppida bir qarab qo'yib, lom-jim demadi. Shuningdan keyin o'rdaga faqatli kirmadi. Bir necha kundan keyin uning o'g'i chiqib ketganligi haqida gap tarqaldi. Mana 2 oydan beri shoh nishindagi ulus begilik kursi bo'sh turadi. Sultan Eson Bug'axon buvisining yo'qligini xiyoliga keltirmagandek qiladi. Farmoni oli! Farmonchi begning inchika, chirqiroq ovozi Mirkarim Bardi begning xiyollarini chalg'itdi. Amirlar go'rrida o'rinlaridan turishib, farmon anglashga tayyorlandi. Sultan Eson Bug'axon amirlarga takshi bir qaravatgandan keyin ig'iz ochdi. Ulus begi Mir Muhammad Shoh hazratlariga Turponning ob-havosi yoqmaganlik sababli uzundan beri kasaldan xoli bo'lolmadi.
Atbaşı qal'asida bir mezgil turishni ixtiyor qilganligi uchun salomatlik ahvolini ko'zda tutib ijozat berdik. Ammo o'rdida ulusbegilik martabasi bo'sh qolsa, saltanat ishlarimizga daxli yetkusidir. Shunga ushbu soatdan boshlab ikki divan amri Temur Buqubek hazratlari ol ulusbegilik martabasiga o'rin bosar bo'ladi. Barliq amirlar Temur Buqubek hazratlarining yangi martabasiga rioya qilg'ay. Qiblagoyimizning himmatiga ashqalloh, dedi Temur Buqubek beshi yerga tekkudek egilib turib. Birdamlik tintasliqdan keyin amirlar Temur Buqubekni bas-basda qutlaqlashga boshladi. Muborak bo'lsin. Xon oliylari himmatlidir. Ostona hokimi Mirkarim Bardibek ulusbegi kursida mag'rur o'ltirgan Temur Buqubekka yer tegidan adovat bilan qarab qo'ydi. Shu topda uning Temur Buqubekni qutlaqlashga tili bormayotdi. Oh Xudo, nomussizlarning tahlikasidan o'zing panoyingda saqlag'aysan. Orda nima bo'lib ketib bordi, ha? Bu Temirbek insofni qayrib qo'yg'ili xeyli uzun bo'lgan. Mana endi nomusni qayrib qo'yibdi. Xon oliylari uning oldida kichik bolaga aylanib kelyapti tam. Ati o'gun Temirbek talab qilsa, toji taxtini o'tilib berishdan yanmaydigan o'xshaydi. O'rin bosarmish texi. Dastipida lashkari divonga, keyin qori divonga o'rin bosar bo'lgan. Mana endi ikki divonni o'ngchi egilib oldi-ku. Xonga qiyni oti bo'lganligi uchunla o'lisbegi bo'lib olamdi ekan. Mir Muhammad Shah hazratlari istifa so'rgan bo'lsa, o'rniga qoida bo'yicha Said Ali olib janoblari o'lisbegi bo'lishga tegishli-ku. Yana sabr qilsak, saltanat yo'sinlar texmi dapsanda bo'ladi. Yetar endi. Mirkarim Bardibek o'zining xiyollaridan o'zi cho'chib ketdi. Xon oliylari omon bo'lg'aylar. Amirlar Shohnishindan yongan Sulton Eson Bug'axonni uzitib qo'yishdi. Temur Buqubekmi xonning soyisidekla yon eshikdan chiqib ketdi. Nima uchundir Mirkarim Bardibek Shohnishindan chiqib ketishga oldirmadi. Boshqa amirlar to'ngib ketganligi uchunmi yoki paranglashishga ra'yi bormaganligi uchunmi aytavur Shohnishindan chiqib ketishga oldiraydi. Rostini deganda Temur Buqubekning kutmagan yerdan ulusbegilik martabasiga o'ltirishi bir qism amirlarni beorom qilib qo'ygan edi. Shunga ular Shohnishinda turaversa, ko'nglidagi noroziligini oshkoralab balog'i qilishdan ehtiyot qilishgan edi. Anglasam, janoblarining qasrida otashdan o't yiqib bo'ptimish. Berib sinib olsaqmikin? Mirkarim Bardibek o'ziga tikilib turgan qozi kalon Sulaymon xo'janing ko'zidagi yo'shirin bir ma'nini tushundi. Atrofiga tezli bir qarab o'tib, asta pichirladi. Ko'ngillari o't tortgan bo'lsa, yo'llariga qarayman. Issiqqina bir chaynak choy damlatkizib qo'yayamsa. Choyni yolg'iz ishkimiz yo'q. Dostixonimiz kang tashadir. Amasa choyni jiqroq damlatkizsinlar. Sulaymon xo'ja gapini tugatib, Shohnishindan chiqib ketdi. O'tin ko'miri yelinchab turgan cho'yin otashdan Mirkarim Bardibekning chaqqanxona saroy uyini yoz kunlaridek illatib o'tgan edi. Tam yoqilitib silingan yekandozlarda chaza qurib o'tirishgan mehmonlar issiqqa chidamay to'llarni silib o'tib yaktakchan bo'lishgan edi. Ular dasturxonga tizilgan mazalarga beqishqach, kimnidir saqlayotgandek qiladi.
Har bir mehmonning oldiga bir kosidan qo'g'in qo'yilgan edi. Akbarda Mirza janoblari ajab hayal bo'lib qoldi ya. Tit bo'lgan holda ishga qarab qo'ydi Sulaymon xo'ja. Birer ishqa pamil bo'lib qolgan cheg'i. Dedi sarkarda Malik o'g'lan oldidagi qo'g'inni bagi bilan o'yib turib. To'mirbagning o'rinbosarlik martabasini qurtuqlab peshkash qilishmidilmi janoblar? Peshkash qilmamdigan. Dedi Abduxoliq Mirza. O'zim ilib bordim texe. Bizmi shundoq qildik? Dedi boshqalarmi? Men bormidim. Kichik o'g'limdan ozroq bir narsa avatib qo'ydim. Dedi Sulaymon xo'ja. Obdan qilishibdilar. Dedi Mirkarim Bardibek. Men mo bayroqda cho'ng o'g'limdan peshkash yo'lladim. Xarning go'shi, sagning tishi deb ekan. Ustixon g'ojlashga ko'nib qolgan o'l zotifasning diqqati bizga burilib qolmag'ini yaxshi. Xushliqida bexud yurayvergay. Shu asnoda saroyga kirib kelgan mahram yigit Mirkarim Bardibekning gapini bo'lib topsidla qo'l bog'ladi. Ma'lum bo'lg'ay. Akbarda Mirza janoblari keldi. Boshlab kirsinlar. Assalomu alaykum. Qadam yetdi balo yetmigay. Mehmonlar go'rrida o'rinlaridan turishib, Akbarda Mirzani to'rga taklif qilishdi. Qani, yo'qur o'zsizlar. Rahmat. Qo'zg'ilishmasizlar. Dedi Akbarda Mirza to'rga chiqili unamay. Bir pas tuzuk tavozudan keyin Akbarda Mirza bir qancha yoshroq mehmonning keynidan o'tib, Sulaymon xo'jining tuvan tarafida o'ltirdi-da, Fatihaga qo'l ko'tardi. Odol, To'mirbagning qasridan kelishim. Dedi Akbarda Mirza Fatiha qilib bo'lib. Mehmonlarning hammasi uning og'ziga qarashdi. Atigan, shohni shunda gidiyib o'ltiratdi. Qasrga borsam, uxlagan koladak hijib qopdi. Izzat artmay, ulus beglik martabasiga loyiqtim yo'qdi. Xon oliylarining farmonini yirolmadim deb yolg'ondan qiljinglaydi texe. Ang yaxshisi, ashunda xushal bo'lib turgan yaxshi. Dedi Mirkarim Bardibek. Xo'sh, o'z gapimizga kelaylik janoblar. Hoy, qaysinglar ba? Akbarda Mirza janoblarining qo'liga suv beringlar. Qanday qilamiz? Ya'ni sukut qilib turaveramdik yoki asta midirlab qo'yamdik? Amdi sukut qilaversak, To'mirbagning yaqinlariga mansab martabamizni ikki qo'llab beraversak bo'ladi. Dedi Sulaymon xo'ja. Shu kunlarda To'mirbagning nafsi yo'g'inab ketdi. Nafsila emas, yuragimi yo'g'inab ketdi taqsir. Dedi Abduxoliq Mirza. Xon oliylari uning har qanday tarafini yirmaydi. Mana ulus beglik kursig'ini o'ltirib oldi. Xon oliylaridan toji taxtni tortib olmagani bilan bizning mansibimizni tortib olishni yanmaydi. Ari, dedi sarkarda Malik o'g'lan. Mansibimizni saqlab qolamiz desak, To'mirbagga oyimay rishvat berib turishimiz kerak. Xushomadni oyimay qilishimiz kerak texe. Rishvat berib to'shamdi o'l nafsi balaga. Said Ali olib hazratlarining muddaosini bilgili bo'lamdikin. Muddaoyimizni bildirdik. Dedi Mirkarim Bardibek. Nima uchundir? Amir Kabir janoblaridan aniq javob kelmadi. Texechilar Ison Bug'axon oliylaridan umidini uzolmay vos kerak. Albatta shundoq bo'ldi. Dedi Sulaymon xo'ja. O'z vaqtida cho'ng xonzodi Yunus xon oliylarining taxtda o'ltirishiga to'sqinlik qilgan emasmidi? Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozg'uchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning
Bahadırname nomli 6 qismliq tarixiy romanining ikkinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. O'rtada bo'lgan bo'lsa, o'rtadagi hozirgi ahvollarni o'z ko'z bilan ko'rgan bo'lsa edi, allaqachon cho'ng xonzodini izlashga chaparman qo'zg'an bo'ladi. Karim Bardabeyning ishini to'g'ri olgandan keyin o'rda muhofizatchilar qo'shinining amri Abduxoliq Mirzaning ishini muhofizat qilish kerak. Mansabdorlarni almashtirish ishini bir mazgil qo'yib turaylik. Ularning ko'ngli sal tinchisin.